Asrlar davomida zamon kumlari ostida tarix yashiringan edi. Xotiralardan o'chmas tarix. Ammo izlagan hamisha topadi. Bu zaminda tarix jonlanadi. Shu yerda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi sizni o'tmish bag'rida sayr etishga taklif etadi. Aynan shu yerda daholar dunyoga kelgan. Buyuk Ipak yo'lining yuragida allomalar sonlar qonuniyatlarini va yulduzlar harakatini kashf etgan. Tibbiyot va geografiyaga asos solgan. Dunyoga algebrani, geometriyani va astronomik jadvallarni tuhfa etgan. Insoniyat sivilizatsiyasining poydevorini yaratganlar. Va bugun biz sizga dunyoni ilhomlantirgan va islom sivilizatsiyasini shakllantirgan siymolarning tarixini so'zlab beramiz. 10 nafar qahramon, 10 ajib taqdir va dunyoni o'zgartirgan 10 buyuk meros. O'zbekiston sizni kutmoqda. Bu yerda ma'rifat aks sadosi butun olamga yangraydi.